66 bob. Parvardigor mundoq deydi. Arsh mening taxtim, zemin mening put qo'ydigan yerimdir. Sizlar menga qandaq bir saroy yoki orom oladigan bir joy yasab beralaysizlar. Bularning hammasini o'z qo'lim bilan yasidim. Shunga bularning hammasi mavjuddir. Men mundaq odamdan xursand bo'laman. U yurikidan to'g'ri qilgan, kichik peyillik bilan yashagan, so'zlarimni hurmatlaydigan odamdir. Lekin ba'zilar men uchun kola bo'g'izlab, qurbonlik qilib, yana ham butlarga atab odam o'ltirib qurbonlik qiladi. Manga qo'y qurbonlik qilib, yana ham butlarga itning bo'ynini uzib sunudu. Manga oshliq hadiyasini sunub, yana ham butlarga cho'shqi qinini sunudu. Manga isriq selib, yana ham o'zlarining butlarini matiyalaydi. Bundaq odamlar o'zlarining yo'llarini o'zlari tanlab, qalbidagi yirkinchlik ishlaridanmi xursand bo'ladi. Shunga men cho'qim ularga jafo selishni tanlayman. Ular qo'rqadigan ishlarni ularga yo'liqtiraman. Chunki chaqirsam hech kim javob bermadi. So'zlarimni anglamadi. Aksicha nazrimda razil bo'lgan ishlarni qildi. Meni xursand qilmaydigan ishlarni qilishni tanladi. Hey, Parvardigorning so'zlarini hurmatlaydiganlar, uning so'zlarini anglanglar. Parvardigor mundoq deydi. Sizlarga o'chmanlik qiladigan qarindishinglar, sizlarni mening nomimda qo'g'lab chiqirib yetib, Parvardigor o'z shon sharifini ko'rsatib boqsunchu. Biz sizlarning qanchalik xushal bo'ladiganliklarini ko'rib boqayli deyishidi. Lekin oxiri o'zlari nomusda qoladi. Shahardan varang-churung anglanmoqda. İbadetxonadan bir ovoz kelmoqda. Bu men Parvardigorning dushmanlarimni jazolagan ovozdir. Sion to'lg'iqi tutmay bo'shinudu. Og'riq kelmasdilla o'g'il tug'di. Bundaq ishni kim anglab boqqan? Kim ko'rib boqqan? Bir el bir kundila paydo bo'lamdi. Xalq bir damdila oprida bo'lamdi. Lekin Sion kolti to'lg'oq bilanla bola tug'di. Men Parvardigor odamni tug'diray degan ekanman, uni tug'dirmay qolarmanmi? Sizlarning xudoyinglar odamni tug'diray desa, ajaba, uni tug'dirmay qolarmi? Hey, Yerusalimni yaxshi ko'radigan barliq kishilar, uning bilan shod-xuram bo'lib, tang shotlaninglar. Yerusalim uchun hasrat chekkan barliq kishilar, uning bilan billa xushal bo'linglar. Uning tasallilik quchiqidan to'yg'icha sut emisizlar. Uning zo'r shon sharifidan qong'ichi bahriman bo'lib, butun qalbinglar bilan shodlanisizlar. Parvardigor mundoq deydi. Men Yerusalimga xuddi daryodek xotirjamlik ato qilaman. Xuddi toshqin iqinlardek hamma Allahning boyliqlarini uningga akilib beraman. Sizlar ona o'zi emitib boqqan boladek hapash qilinisizlar, quchiqida erkilitisizlar. Xuddi ona
Balalarga təsəlli bəgəndək, mən siləgə təsəlli berimen. Silə Yerusalimda təsəlligə erişsizlə. Silə bulanı körüpla, qəlbinladın şatlanısizlə. Ustıqınınla xuddi ot çöplədək yaşırdı. Pərverdigar küç qüdrətini öz xizmətkarlarına ayan qılıdı. Lekin o, düşmənlərə qəzəb yağdırdı. Qarangla, Pərverdigar ot içində düşməkdə. Onun can harvuları quyundək gəlməkdə. O, qəzəb bilən qısas alıdı. Ot yalqını bilən cazalaydı. Pərverdigar, barlıq insanlarını ot və qiliç bilən cazalaydı. Nurgun adamlar Pərverdigar tərəfindən öldürüldü. Pərverdigar mundaq deydi. Butlağı tolğan bağlarığı kiriş üçün özlərini paklab, özünün ulağı bağışlab, çoşqu göşi, çaşqan göşi və yirkinişlik nərsələrini yigəllə birdək yoxtuldu. Mən ulanın qılmışları və niyetlərini bilimən. Bütkül əllə, hər xil tildə sözləşidigan xalqlarni yığıdigan vaqt kelidi. Ula kelib, mening ulug'liqimni ko'rdi. Mən ularning orasida mo'jiza ko'rsatman. Ularning ichidagi qutqizilganlarni ismimni anglab baxmagan, ulug'liqimni ko'rib baxmagan Tarshish, Liviya, o'xya etish bilan dong chiqargan Lut, Tubal, Yavan və Yiroq dengizdagi orollarga avatman. Ular u yerlarda mening ulug'liqim to'g'risida so'zlaydi. Ular qirindishinglarni menga hadiya sifatida u yerlardan qaytirib keladi. Xuddi İsrailiyaliklar pokiz qochlarda men Parvardigorning ibodatxonasiga oshliq hadiyasi ilib kelgandek, ular ot minib, ba'zilari harvga o'ltirib, ba'zilari lamplik harvlarga chiqib, ba'zilari qechirg'i minib, ba'zilari to'giga minib, mening muqaddas texim Yerusalimga menga hadiya bo'lib keladi. Men ularning orasidan ruhoniylarni, lavilarni tanlayman. Bu men Parvardigorning aytgan so'zlaridir. Men yaratgan yangi osmon, yangi zamin mangu mavjud bo'lib turganidek, sizlarning avlodlaringlar va nominglarmi mangu davomlashidir. Bu men Parvardigorning so'zlaridir. Her ayning birinchi kuni və dam ilish kuni barlıq insanlar oldimga kelib, menga ibodat qiladi. Ular chiqib, menga osiylik qilganlarning jasadlarini ko'zdan kechiradi. Osiylarning tenidagi qurtlar o'lmaydi. Ularni ko'ydirayotgan o't o'chmaydi. Bütkül insanlar ulardan nafratlanadi.